Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bu bir hafta namanlar yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz Olamni yaratilish 38 bobni ko'rib o'taylik dedik. Avval mazmunni ko'rib o'tishdan burun umumyuzlik biroz deb qo'ydigan bir nima. Biz Telegram kanalimizda 2023 yil yani muqaddas bu bir yil ichida muqaddas kitobning to'liq muqaddas kitobni bir qatam o'qib chiqish bir maqsadida kunduzgi bobdan kitob o'qiyapmiz. Ya'ni bu ayda aldı bilan Matta bayon qilgan xush xabardan boshladik. Hozir bugun 1-oyning 7-kuni kunduzgi bobdan o'qib, bugun 13-14-bobni o'qidik. Ya'ni o'zim men o'qib naqavatman. Shunga qatnash ya'ni kunda muqaddas kitobni asosdan. Ya'ni bu jiq emas. Ba'zan mazmunlar ko'p, ba'zan da ishga bob bo'lgan bilan oz, ko'p mana xalq miqdori o'xshamagan bo'lg'ashqa 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ichida o'qilyotdi. Shuna bo'lg'ashqa kunda yoki atganda yoki kech uxlashdan burun shuni bir qatim o'qib chiqsanglar, mencha bu nihoyat yaxshi. Bu muqaddas kitobda bunda ham tez suratda bunda o'qib mangish, kunda bir o'qib mangish. Sizlarning kunlik hayotingizga, shuningdek kunda o'qiyotgan, o'rganayotgan Xudoning so'zlariga oid mazmunlar bilan bog'lanishli mazmunlarmi o'zaro chiqadigan bo'lg'ashqa, bunda o'qib bersanglar, bu nihoyat yaxshi. Shunga biz birlikda qilsak ham yaxshi, ham davomlashtirishga bu yaxshi bo'ldi deb shunga birlikda o'qaylik deb chiqargan. Chunki o'zingiz yolg'iz o'qisangiz, balkim o'qirsiz, bir hafta o'qirsiz, 2 hafta o'qirsiz, 3 hafta yoki bir oyga barabar yolg'iz o'qigan vaqtingizda u bu sabablar bilan davomlashtirish ta'sirli yolg'iz qolgan vaqtingizda. Shuning uchun birlikda qilaylik deb chiqarib qo'ygan nima. Agar qatnashishni xohlaydiganlar, ya'ni bizning Telegram kanalimizdan tushirib olib o'qisanglar bo'li, anglasanglar bo'laverdi. Ma'qul qarindoshlar, bugun biz Olamni yaratilish 38 bobni davomli ko'rib o'taylik. Amsiya oldi bilan Olamni yaratilish 38 bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Shu kunlarda Yahuda o'z qarindoshlarining yenidan ketib, Adullam yesidagi Hira degan kishining yeniga tushdi. Yahuda u yerda imonsiz kanalliq Shuanning qizi bilan tanishib, uni nikohiga oldi. Qiz homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. Yahuda uning ismini qo'ydi. Qiz yana homildor bo'lib ikkinchi o'g'lini tug'di. Uning ismini Onan qo'ydi. Keyin uchinchi o'g'lini tug'di. Uning ismini Shalah qo'ydi. Shalah tug'ilganda ular Kazib degan yerda edi. Yahuda tunji o'g'li eriga Tamar ismli bir qizni olib berdi. Erining qilqi Parvardigorning nazarida razil bo'lg'achqa Parvardigor uning jinini oldi. Bu chaqda Yahuda erining inisi Onanga, "Sen berib yengang bilan o'ylanib akangning naslini davomlashtir. Bu sening qilish tegishli burching" dedi. Lekin Onan tug'ildigan bola o'zining bo'lmaydiganligini bilib, har qatim yengisi bilan bir o'rinda yotganda akasiga nasl qoldirmaslik uchun maqsadli holda manini yerga aqtirib o'tdi. Uning qilmishlari Parvardigorning nazarida razil bo'lg'achqa Parvardigor uning jinini oldi. Ondan Yahuda kelini Tamarga, "O'g'lim Shalah cho'ng bo'lguncha otaning uy tul o'ltirib turg'in" dedi. U Shalahning ikki akisidek o'lib ketishidan qo'rqib shunday degan edi. Shunga Tamar otasining uyiga qaytib ketdi. Ma'lum mezgildan keyin Yahudaning ayoli bo'lgan Shuaning qizi olamdan o'tdi. Qarliq tutish vaqt o'tgandan keyin u Adullamning do'sti Hira bilan billa Timnah degan yerga bordi. U yerda uning xizmatchilari qo'y qirqiyotdi. Biraylan Tamarga qiynatisining Timnah degan yerga qo'y qirqig'ili borganligini aytgan edi. Bundan xabar topgan Tamar tulxutilliq kiyimini selib etib, boshqa kiyimlarni kiyib olib, boshqalarga o'zini tonimaslik uchun yuziga chumparda tortib Timnah yo'li ustidagi Inaim shahrining darvozasiga berib o'ltirdi. Chunki u Yahudaning kichik o'g'li Shalah cho'ng bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Yahudaning o'zini uning nikohlamaydiganligini tunib yetgan edi. Yahuda uni ko'rganda fahisha ayol deb qaradi, chunki u yuzini yepib olgan edi. Yahuda uning o'z kelini ekanligini bilmay, yo'lning chetiga berib uningdan "Nima talab qilasan?" deb so'radi. "Men bilan bir o'rin yotsangiz, menga nima berasiz?" dedi Tamar. "Mollarimning ichidan bir o'g'loq avatib beraman" deb javob berdi u. "Xo'p, o'g'loqni akilib berguncha biror narsangizni go'riga qo'yib keting" dedi Tamar. "Go'riga nima talab qilasan?" deb so'rdi Tamar. "Bo'yningizga isliq muhringiz bilan qo'lingizdagi asingizni" dedi. Shuning bilan Yahuda bu narsalarni Tamarga berib, uning bilan bir o'rinda yotdi. Tamar homildor bo'lib qoldi. Tamar otasining uyiga qaytib berib, yuzidagi chumbarisini elib etib, tulluq kiyimlarini qaytib kiyib oldi. Yahuda do'sti Irani u ayolga bir o'g'loq olib berib, go'riga qo'ygan narsalarni qaytarib kelishiga avatdi. Lekin Hira uni topolmadi. Hira
İnayim şəhəridəki kişilərdən burun yol boyida turğan yılqı pahiş ayal nəyə getdi deb soradı. Ular bu yerdə pahiş ayal zadalı bulub baxmağan deyə cavab berişdi. Hira Yahudanın yanına berib onunğa, "Onu tapalmadım. Onun üstüge şu yerlik kişiler bu yerde pahiş ayal bulub baxqan emas deyişidu" dedi. Yahuda onunğa, "Bopdu. O nərsələrini alsın. Başqalarının məsxərisi qalmaylı. Herhalde men oğlaq nəvətdim, biroq sen onu tapalmapsan" dedi. 3 ayca ötkəndən keyin bireylen Yahudaga, "Kelinin tamar buzuqçılıq qılıb amildar boptu" dedi. "Onu əkilib otqa taşlanla" deb g'azab bilan buyruq qildi Yahuda. Tamar uydan elib chiqilganda qiynatisiga odam avatib, "Men bu narsalarning egisidan homildor bo'ldim. Qarab beqing. Bu muhr va as kimning?" dedi. Yahuda bu narsalarni tunib, "Buningga men ayiblik. Men aslida uni o'g'lim shaloqa elib berishim kerak edi" dedi. Shundan keyin Yahuda uning bilan qayta bir o'rinda yotmadi. Tamar ay kuni to'shqanda qo'shkezakka homildor bo'lganligini bildi. Uning to'lig'iga tutib bir balning bir qo'li chiqdi. To'xtanisi o qo'lni tutib uningga qizil yip bağlab qo'yib, "Bu avval tug'ilgani" dedi. Lekin bala qo'lini tortib akirib ketib yana biri avval tug'ildi. Shunga to'xtanisi, "Sen talishib qandaqmi qarindishingning oldida chiqib olding" deb balaning ismini Paras, ma'nisi talishib chiqqan deb qo'ydi. Keynidan qizil yip bağlab qo'yilgani tug'ildi. Uning qo'liga qip-qizil yip bağlangan bo'lg'achqa, uningga Zara, ma'nisi qip-qizil deb ism qo'ydi. Xo'sh qarindoshlar, biz oldin qatim, ya'ni bu qatim mazmun ko'rishdan burun avval qatim mazmun bir qatim tekrarlab o'tsak, 37-bobda biz ya'ni Yaqub payg'ambarning oilasining ish izlari deb, ya'ni uning oilasining farzandlari, ya'ni Yusuf va qarindoshlari orasidagi ziddiyat, ham shundaqla bu ziddiyatdan kelib chiqqan Yusuf payg'ambarning aqllar sababidan İsmaillarga setib etilib va İsmaillar Yusufni Misrga elib bağanlığı ve şundaqla Misrga elib berib, u yerda padişahning Yasavullah amaldor, yani Yasavullah begiga shundaq setib etganligi haqidagi mazmunni biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni bundan keyingi mazmun Yusuf payg'ambarga asosan markazlashib so'zlandi deb aytib o'tgan edik. Ya'ni Xudo Yusuf payg'ambar ustida o'zining xizmatini, ya'ni o'zining irodasini amalga oshirish, ya'ni Xudo Yusuf payg'ambarning ustida o'zining irodasi, plani bo'lg'achqa, Xudoning uni, ya'ni qarindoshlarining qo'li orqali, Ismoillarning qo'li orqali Misrga elib borgan, ya'ni Yusufni, ya'ni kichik Yusufni, biz kichik Yusufni, o 7 yoshli Yusufimiz ko'rib o'tgan, uning ijaz xarakterlarini, uning qanday cho'ng bo'lganligini, cho'ng bo'lish sharoitlarini biz ko'rib o'tgan edik. Ana shu Yusufni Xudo uni mashq tavlash uchun, uni yetildirish uchun, ya'ni Misrga elib berib, shu Yasavullah begining Potifarning qo'liga topshirganligini biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni Xudoning o'zining amalga oshirayotgan xizmatining borlig'ini biz tilga ilib o'tgan edik. Dal shuningdek, biz ham Yaqub payg'ambarni ko'rib o'tgan edik. Yaqub payg'ambar asli qanday odam edi? 20 yil qiynatisining uyida turish jarayonida nimalarni o'rganib, nimalarni o'rganib, o'zining qanday Xudoning o'zi Yaqub payg'ambarni uning qiynatisining uyida, ya'ni Labanning uyida qanday tavlaganligini, qanday nimalarni tunutganligini, nimalarni o'rgatganligini biz ham asl so'zlab o'tgan edik. Dal shuningdek, biz payg'ambarlarni, ya'ni shu olamning yaratilishi bo'lib payg'ambarlarning hayotini so'zlash orqali, ya'ni o'rganish orqali biz nimani ko'ra olamiz desak, payg'ambarlarmi chaqirilgan vaqtida qanday edi? Ular Xudo tarafidan chaqirilganda qanday edi? Xudo ularni qayerlarda, qanday ishlar orqali, qanday nimalarni tunutib, nimalarni o'rgatib, qanday Xudoning, ya'ni shu jarayonda Xudoning ularni o'rgatish, tavlash, shunday jarayonlarda Xudoning ularni qanday yetaklab, ular bilan qanday bo'lib, ularning ham, ya'ni payg'ambarlarning ham Xudoning qanday cho'nqur tunib yetganligiga oid shu qadar jarayonlarni biz shu olamning yaratılishida shu payg'ambarlarning shu hayot hikoyalari orqali biz yana ko'rib o'tyapmiz. Demismi biz ko'nahtida emas, biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni Musa payg'ambar ko'nahtida albatta biz hozirgacha Ibrohim payg'ambar, Yaqub payg'ambar, Isoq payg'ambarlarni deb o'tgan bo'lsak, Musa payg'ambarmi 40 yoshgacha, ya'ni shahzoda bo'lib yashagan bilan shu Misrda, ya'ni ibroniylarni qo'g'dash sababidan
Mısır'da padişahdan qo'rqib, ya'ni cho'liga borgan vaqtida Midyanda. Shu joyda 40 yil, ya'ni qiynatisining qo'ylarini beqib 40 yil shuna turgandan keyin 40 yil Musa payg'ambar, ya'ni 40 yillik tayyorlik bir mezgilni boshdan kechirdi. Ya'ni 40 yoshida Midyan bo'lgan bo'lsa, 80 yoshida andan keyin Xudo uningga ko'rinib, ya'ni chatqanlikda o'tning ichida ko'rinib, ya'ni Misrga qaytishni, Xudoning xalqi bo'lgan Isroillarni Misrdan elib chiqishni aytdi. Ya'ni Musa payg'ambarmi cho'lda 40 yil tayyorlik qilgan mezgili bo'lgan. Biz qaraydigan bo'lsak, yana Saul Pavlos'un bağı, Elçi Pavlos yanı ehdideki. Elçi Pavlos mu 15 yıllık hayatını yaşına tayarlıq mezgilini başın geçirgen vaxtı ba. Bunu yanı ehdi bulup mu elçilerinin paliyet kısmını okusanlar. Elçi Pavlos yani burun Saul idi ismi. Şu Rabbi İsa onun körüngenden keyin yani közleri kömesi olup başka birisi dua qanıkin qasıraqlar düşüp etçildiğen bulamaz. Şunun keyin Barnaba özüge çağırgandan keyin Tarsus şehrida shu joyda 15 yil Barnabaning ostida Barnaba bilan jamoatning orasida xizmat qilish bilan birga 15 yil tayyorlik jarayonini boshdan kechirdi. Ya'ni nim demoqchi desa, payg'ambarlar bo'lsin, elchilar bo'lsin, chunki Rabbi Isa chaqirgan 12 shogirdimi ham Rabbi İsa bilan birga tayyorlik, o'rganish bir jarayonlarni boshdan kechirgan emasmi? Shuningga o'xshash payg'ambarlar ayni vaqtda ko'natdimi? Payg'ambarlarmi shuna chaqirilish jarayonlarida Xudo bilan birga personal munosabat bog'lagandan keyin ularmi hayotida davomliq, ya'ni Xudo ularning ustida o'zining irodasini, ulug'vorib g'oyalarini, yani Xudoning ular ustidagi planlarni amalga oshirishdan burun Xudomi bu payg'ambarlar bo'lsin, ya'ni shu chaqirilgan payg'ambarlarni Xudo chaqirgan, Xudo amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasini vujudga chiqara olishi uchun shu irodasini, ya'ni Xudoning irodasini amalga oshiroladigan darajada tayyorlab, ularni tayyorlab, shu ishning o'disidan chiqqanligidek darajada ularni tavlab, ularni o'zgartib, andan keyin ularning ustida qanday ishlarni qilganligiga oid mazmunlarni biz doim ko'ra olamiz. Shuningga o'xshash bizmi ya'ni bu orqali, ya'ni bu mushunday payg'ambarlarning mazmunli hikoyalarini mushunday so'zlash orqali bizmi ham nima ko'ra olamiz? Bizmi Xudo tarafidan chaqirilgan vaqtimizda qanday edik? Biz kunda Xudoning so'zi orqali, Xudoning so'zi orqali o'zimizni isloh qilib, Xudoning yetaklishi bilan Xudoning bizga bag'ishlagan yo'llarda itoat qilib, Xudoning so'zlariga itoat qilib, shunday yashagan vaqtimizda bizning hayotimiz qanday o'zgarishlar bo'layotganligini, biz hozir qanday o'zgarganligimizni, Xudo bilan hozirgi munosabatimizning qanchalik cho'nqurlashganligini biz doim bularni biz anqira olamiz, bilib turamiz degan o'xshash. Shuning uchun bizmi ya'ni Xudo bizning ustimizda, biz har birimizning ustida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan ulug'vor planlari biz orqali bizning millatimiz orasida bo'lsin, bizning atrofimizda bo'lsin va bizning xizmat o'rnimizda bo'lsin, biz orqali Xudoning bir ulug'vor ishlarni, cho'ng ishlarni va yoki Xudoning haqqoniyligiga oid, xush xabarga oid shunday bir go'zal ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lgan Xudoning irodasining planining bizning ustimizda, har birimizning ustimizda borligini biz har doim anqirab turishimizni bu orqali bir qatim ta'kidlab qo'yay dedim. Chunki biz qaraymiz buningga munosabatlik Yaqub yozgan xatda, yangi Yaqub yozgan xatning ya'ni 5-bob qarasanglar, ya'ni Ilyas payg'ambar haqida, ya'ni haqqoniylarning duosi zo'r kuch unumga ega deb turib, ya'ni haqqoniy degan kishi kim? Xudoga ishonadigan, Xudodan ayminadigan, Xudoning amr farmonlari so'zlarini tutib yashaydiganlarni biz haqqoniylar deb ko'natdi doim biz izchil davatimiz. Shunga o'xshash haqqoniylarning duosi. Biz burunmu milletimiz uchun duo qilishimiz kerakligini alayda qism programmamizda degan vaqtimizda bizning duoyimizning, haqqoniylashgan duoyimizning naqadar unumli ekanligini men bir qatim shu ta'kidlab o'tgan. Shunga o'xshash haqqonilarning qilgan duosi naqadar unumli, zo'r kuch qudratga ekanligini tilga ilib turib, Yaqubmi shu joyda Ilyas payg'ambarmi bizga o'xshash odam edi deb turib, ya'ni Ilyas payg'ambarmi chunki Ilyas payg'ambar mo'jizlarni, karomatlarni shu qadar jiq amalga ya'ni ko'rsatgan payg'ambarlarning birisi, ya'ni shu vaqtda ya'ni Isroillarning podshohligi ichida, Isroillarning zamini ichida qorong'u bir zamin, ya'ni qorong'u bir muhit, ya'ni ular Xudodan yiroqlashgan, ularning nimasi zaiflashgan,
ularning e'tiqodi bir nimasi zaiflashgan deymizmi, shundoq bir qarong'i bir vaqtlar edi. Shu vaqtlarda Xudo Ilyos payg'ambar orqali nurg'un ishlarni ularning Isroillarning arasida elib borgan. Shuning uchun hamda Isroillarga nisbatan, Yahudilarga nisbatan Musa payg'ambar va Ilyos payg'ambar bir nihoyat hurmatlashlik, nihoyat bir ulug' payg'ambarlarning arasida, ya'ni Musa payg'ambar bilan Ilyos payg'ambar shundoq. Shunga o'xshash Yaqub yerda nima uchun Ilyos payg'ambar tilg'oldi desa, ana shu sizlar ulug' deb ko'rgan, ana shu sizlar hurmatlaydigan, nihoyat ulug' ko'rgan shu payg'ambarlar bo'lgan Ilyos payg'ambarmi bizga o'xshash odam edi deb turib, ya'ni Xudo tarafidan, hozir Xudo tarafidan chaqirilgan Rabbisi orqali yuyilib biz gunohlarimizni yuyib Xudoga yaqin bo'lgan bizlar ana shu Ilyos payg'ambarga o'xshash odam. Ya'ni bizim Ilyos payg'ambarim bizga o'xshash odam edi deb. Ya'ni Ilyos payg'ambar shu joyda Isroiliyada yomg'ir yog'masi uchun ixlos bilan duo qilganda natija 3,5 yil yomg'ir yog'madi deyish orqali nima demoqchi desa, ana shu ulug' ko'rgan payg'ambarmi bizga o'xshash odam edi deb turib, biz hozir Xudo tarafidan chaqirilganlarmi, Xudo tarafidan chaqirilib Xudoning xizmatiga chaqirilganlar, Xudoning xizmatini qilayotgan bizlarmi va Xudoning yangi ahdisining ahdi xalqi bo'lgan bizlarmi ana shu payg'ambarlar bilan o'xshash edik. Payg'ambarlar bizga o'xshash edi deb turib, ya'ni bizning duolarimizning shu qadar kuch qudratlik unumga ekanligini, ya'ni Xudoning bizning ustimizga ana shunday ulug'vor ishlarni vujudga chiqarganligini, shuni tuntish uchun, shuni ta'kidlash uchun shuna degan. Ya'ni desam, ya'ni men shuni demoqchi, biz shunday, biz Xudo tarafidan chaqirilganlar, biz ham Xudoning bizning ustimizda vujudga chiqarmoqchi bo'lgan, bizning reallig'imizda, bizning millatimiz ichida bo'lsin, bizning turayotgan joylarimiz bo'lsin, bizning atrofimizga, biz orqali bizning atrofimizga odamlar ustida bo'lsin. Xudoning biz orqali boshqalarga o'zining bu haqiqatining nurini, mehr muhabbatini shuna yetkazmoqchi bo'lgan, ya'ni qutqizmoqchi bo'lgan, biz orqali shu qutqizish xizmatini, Xudoning podshohligining ishlarini qilmoqchi bo'lgan ishlarning naqadar ulug' ishlarning, naqadar go'zal ishlarning borlig'ini, bizning ustimizda Xudoning ana shu kuch qudratini payg'ambarlar orqali, shu elchilar orqali amalga oshirgan shu kuch qudratini ham bizning ustimizda ham amalga oshirganligini biz ham tunib yetishimizning naqadar muhimligini, ya'ni shu orqali men ta'kidlab o'tdim. Shuning uchun biz shu ya'ni olamning yaratılishida biz payg'ambarlarning, ya'ni İbrahim payg'ambardan boshlab 16 Nuh payg'ambarni ko'rdik. Ya'ni boshdan ko'ryapmiz. Shunga o'xshash bizmi ham durustlarca, Xudoning oldida durustlarca o'zimizni tunib, o'zimizning qalbimizdagilarni anqirab, bizmi Xudoning yetaklashiga, bizning barliq turmush doiramizdagi Xudoning bizni yetaklashlarini anqirab, Xudoning bizni yetaklab mengayotgan irodasini anqirab, shuna Xudoga tayinib mangan vaqtimizda bizning ustimizda ham Xudoning shuna bir ulug'vor ishlarining vujudga chiqqanligini ko'ra oladiganligimizni, bizni o'zgartganligini, bizni qandoq o'zining Xudo obrazidik, Xudoning so'zi ichida qandoq o'zgartayotganligini biz doim anqirab, shuningga tashna bo'lib mengishimizning naqadar muhimligini ham biz bular orqali ko'ra olamiz. Shuningdek ham bu yig'inchoqlarimiz deb mazmun jo'xlab ketdi. Demak, qisqasi, endi Yusuf payg'ambarning ana shundoq Xudoning irodasi uchun, Xudoning ya'ni amalga oshirmoqchi bo'lgan shu irodasi uchun tayyorlanadigan mezgili, tavlanadigan mezgili, ya'ni mashqlanadigan shulan anqirab Xudo bilan birga Xudoning irodasini amalga oshirish uchun, ya'ni Yusuf payg'ambarning shu ishlarning o'disidan chiqqanlishi uchun shunday bir tayyorlik, bir mezgiliga qadam qo'yganligiga oid mazmun 37-bobda ko'rgan edik. Endi biz qaraydigan bo'lsak 38-bobda Yahudaga oid mazmun chiqadi. Endi Yahuda qarasak, ham Yahuda shaxsan oldi, ya'ni yolg'iz holatda tasvirlangan Yahudaning shaxsan holatdagi ovozi ko'p emas. Biz 37-bob qarasak, Yahuda Yusufni uni o'ldirib jinoyatimiz yoshirishning nima foydasi, uni o'zimiz qo'l selib o'ldirganimizdan ko'ra Ismoilga setib etganimiz tuzuq, u qanal bo'lmasa bizning inimiz qon qarindishimiz deb qarindoshlariga Ismoilga Yusufni setib etish talabini, ya'ni shu fikrni qo'ygan Yahuda, ya'ni 37-bobda qaraydigan bo'lsak, 37-bob 26-oyatda Yahuda shundoq bu yerda Yahudaning ovozi chiqqan. Endi 38-bobda Yahudaga aytgan, Yahudaning oilasi Әмшінала 38-бапта нағайты мұхим болған
Muşu konehti bolsun, muşu hem şunala ahırsıda beri biz yani nahaydı bir merkezlik bir hukum. Muşu Yahudanın hikayesi arkalık bizge uqturuldu, yani bizge sözlep berildi. Şunun için bugünkü 38. babımı bizden için bir nahaydı bir hukumni düşünüvelişimizi, muhim olan bir hukumni düşünüvelişimizge doğru kelgan bir mezmun hesaplandı. Hem keyin Yahuda yana Yusuf'ның aldığı bular, Yusuf qurğaçılıq səbəbindən Yusuf'ның aldığı bağan vaxtında Yusuf bu vaxtda Misir'nin vəziri bulub bolğan vaxtında şu vaxtda qısqaça bu Yahudanın atısı bilan qısqaça qılğan məzmun dialogi qısqaça çıxdı. Yahudanın faqat avazmışlar kiçikdən yerdə ayrım təsvirləndi. Endi bugünkü məzmunda bayan degan o'xshash Yahuda orqali Xudoning bizga yetkazmoqchi bo'lgan bir muhim bo'lgan bir mazmuni bor. Biz shuni ko'rib o'tishimizga to'g'ri keldi. Endi oldi bilan biz mazmunga kelsak, 38-bobda ikki abzasga bo'lib ko'rsak bo'ldi. Birinchi abzasi bo'lsa, ya'ni Yahudaning oilasi, ya'ni o'zining oilasiga oid mazmun. Ikkinchisi bo'lsa, Yahuda bilan uning kelini Tamarning munosabatiga oid mazmun. Biz endi birinchi abzasga kelsak, Yahudaning ya'ni o'z qarindoshlaridan ayrilib Adullam Yesiga Era degan kishining yeniga, ya'ni Era bilan do'st bo'lganligiga oid mazmunni biz 38-bobni o'qish orqali ko'rib o'tgan edik. Shu joyda Yahudaning imonsiz qanonliq bir qizni, ya'ni Shuaning qizini o'zining nikohiga olgan, ya'ni amriga olganligiga oid mazmun bor. Ya'ni Yahuda biz qaraydiğimizda aile to'g'risida biz nayt inoqchiq so'zlab o'tgan edik. Ailede, yani İbrahim peygamber olsun, İshak peygamber olsun, farzandlarını imansızlardan öğlenmesini, yani bu İshak mı Yakup'ni, özünün farzandı Yakup'ni imansız kanalı kızlardan öğlenmesi için şu Laban'ın uyga evetken emez mi? İbrahim peygamber mi İshak'ni imansız şu kanallıklardan öğlenmesi için bunu şu nemisinin uyga yurtluğa yevetken, çakırını şu yurtluğa yevetken o. Bu karısak bu peygamberler kanansız, yani kanandaki imansız ayarlardan hudun namazlığını kılan bile, lakin bu Yahuda beri özü, yani imansız kanallık bir ayarının nikahı ağalığı ait mezmumun bilen başlandı. Hem şundaqla bu kız Yahudaga 3 oğul doğup bergenligi, yani birinci balısının, birinci oğlunun ismi Er, ikinci oğlunun ismi Onan ve üçüncü oğlunun ismi Şalah bulup 3 oğul doğup bergenligini ve Yahudanın oğlunu hem öylegenligi ait mezmun bir çıkıdı. Yani yerde tuncu oğluğa, Yahuda bir yerde tuncu oğluğa Tamar isimli bir kızıyla bergenligi ait mezmun çıkıdı. Yani Tamar, Yahudanın kelini Tamar. Lakin bu çağda Yahudanın çoğun oğlu Erning qiliqi Parvardigarning nazarida rezil bo'lg'achqa Parvardigar uning jinini olganligi, ya'ni Yahudaning cho'ng o'g'lining qilgan qiliqlarining Parvardigarning nazarida yomon bo'lgan qiliqlar ekanligi bo'lg'achqa Parvardigar bu Yahudaning cho'ng o'g'lining jinini olganligiga oid mazmun bor. Endi bu yerda Parvardigarning nazarida yomon bo'lganini qilganligi uchun jinini oldi degan vaqtda biz endi bu erning, ya'ni cho'ng o'g'li erning qanday ishni qilganligini biz bu yerda endi təsvirləmə gəlişimiz biləməyimiz, lakin mühimi onun qılğan qılığının Parvardigarning nəzərində yaman bolğan bir qılığını görüb ötələyimiz. Şu səbəbdən Yahuda, yəni özünün ikinci oğlu Onanğa yangisini, yani çoğun oğlu Erning ayalı bolğan Tamarni, ikinci oğluğa şu Tamarni elişini, yani öylünüşünü, hem şunlarla aksının nəslini davamlaşdırışını ve şunlarla bu aksının ayalını əmri gəlişinin bolsa, bunun borcu işgəlligini aytılır. Hem biz bunun ait məzmununu biz kanun şəri arqılı, yani biz muşunun ait məzmununun nereden kelib çıxanlığını biz düşünüp alğan vaxtımızda bugünkü məzmunun ait eniq düşünələyimiz. Hem de bu qaraydıqımızda bunun ait məzmun biz yeni ahtadan bir qatam uçuraydı. Yani Luka bayan qılğan xoş xəbər şu 20. bab 28. ayet qaraydan bolsаңlar aşağıda əlqi tirlishga ait mazmun, yani Saduqiy yaqindagilar kelib Hazrat Aysodan tirlishga ait mazmun sual so'ragan vaqtida shu vaqt ular nima deydi desa, bir erning ayoli bo'lib tugab ketgandan keyin uning qarindoshlari toki 7 qarindoshigacha u ayolni amriga olgan, lekin oxirida 7 qarindoshining hech qaysisi farzand ko'rmay alemde ötüp ketken, tirilgendan keyin bu ayol qaysının ayoli bo'lib tirildi degan o'sha bema'ni bir savolni so'ragan vaqtidami, mushu Tavratning mushu qonunni
Muşu qanundan paydalanıp durup Azerbaycan'ı ilindiriş üçün, yani Azerbaycan'a muşuna bema'ni savollarni so'ragan mazmunni biz ko'ra oladigan mazmunni muşu luqqa bayon qilgan xush xabardimi bor. Yani muşu qanun. Ondan bu qanun qanday qanun? Nerede bu qanunga ait mazmun tilga ilingan desa biz qanun sharhi Ben degandim şu qanun sharhi yani biz o'qishga tegishli biz cho'qim bilsak eng yaxshi bo'ladigan mazmun mush Tavratning qanun sharhi degan qismi degan edim. Yani mush qanun sharhini rostdan biz sal qarmay bir o'qisak, o'rgansak bu nihoyat yaxshi. Mush muqaddas kitobdagi nurg'un mazmunlarni qanun sharhidan elingan mazmunlar ko'parak. Bugungi mazmunim yana mushu aksining ayoli tugab ketsa, uning inisi aksining ayolini amriga elib aksi üçün nəsil qaldırıb, yəni farzand qaldırıb, aksının ismini, aksının nəslini davamlaşdırış üçün şundaq bir qanun barlığına aid məzmununu biz qanun şəriyi arqılıq görüb ötsək, qanun şəriyi 25-ci bab. Şu 25-ci bab 5-ci ayətdən başlanğan, 5-ci ayətdən başlap şu taki 10-cu ayətkiçəlik məzmunlar muşun ayət məzmunlar. Yəni qanun şərhi 25-ci bab 5-ci ayətdə. Əgər bir yerdə turğan qeyrindaş akka enilərinin biri balı yüzü görməy ölüb getsə, ölgən kişinin ayalı yad bir kişi tegmisin. Bəlkə onun erinin bir tuqqan qeyrindaşı onun qeşiği kerib, onu xutulluqqa elib, bir tuqqan qeyrindaşlıq burcunu ada qılsın. Ölgən qeyrindaşının ismi İsraildən öçürülməzligi üçün ayalının tuncu balısıga onun ismi qoyulsun. Dep durup muşu qanun, yani muşu qanun şerhi 25-ci bab 5-ci 6-cı ayetlerde muşu qanunun məzmunu var. Yani aksi öylengen bolsa, lekin tek farzand yüz görmey turup alemde ötken bolsa, onun inisi ayal, yani yengisini, aksının ayalını emrige elip, aksi üçün farzand yüzü görüp, onun aksının ismini, neslini davamlaştırıp, aksının isminin öçürülmezliği üçün, şundal bu yengisi bilen tapkan birinci balısıga aksının ismini koyduğalıqqa ait qanun, muş qanun şerhi 25-ci babda təkidlənген. Muşu qanunu düşünsək, muşu aqidəki məzmunlarını, yani 38-ci babdaki məzmunlarını biz toluq düşünə aləyimiz. Muşu qanun boyunca Yahuda özünün ikinci balası bolğan Onanğa yengisini əmrige elişini etdi. Bu senin burçunda. Lekin Onan muşu qanun boyunca özünün yengisi bilen doğulduğan balının özünün bolmaydıqanlığını məqsəd qılıb, yəni özünün bolmaydı, bu bala yengen bilen doğulğan bala mening bolmaydı dep turup məqsəd xiyalda farzand köməslik şunaq nimisini qılğanlığını və Pərverdigarның bu Onanның bu məqsədi, Onanның bu qılğan qılıqlarının rəzil dəb, Pərverdigarның nəzərində rəzil də hesablanıb, Pərverdigar onun mu cinin ağalıqqa aid məzmunu sözlündü. Şunun oxşaş biz bu şu Xudanın barlıq iradəsini biz yəni Xudanın çoğun bir xalq, yəni İbrahim peyğəmbər və onun avladları çoğun bir xalq qilish barpo qildığını ait məzmununu biz İbrahim peyğəmbər bilan tuzgan əhdisi arqılığına ait inaq görgən edik. Şundaqla biz Yaqub peyğəmbərə ötken vaxtımızda biz Yaqub peyğəmbərinin 13 farzandları arqılıq həm Xudanın İsrailnin 12 qəbiləsinin barlıq gəlganligini, bu arqılıq bu Yaqub peyğəmbərinin ismini İsraillə badanımız, şunal bu İsrailni Xudanın müqəddəs xalqı, Xudanın alaydı göhri, Xudanın özünə xas xalqı idi qılıb ataş üçün, muşuna xalqı, özünün xalq qilish üçün bu xalqını qanday qıvatqanlığı ait məzmunlar qanun şərhidən ba əsli. Qilish üçün Yaqub peyğəmbərinin 12 farzandi və bulan qanday köpəklik ait məzmunlar var idi. Lekin bu yəni Yahudanın farzandları bolsa, şu farzand görüş, nəsil qaldırış degan işlərdə muşuna xalqı Xudanın iradəsi boyunca, Xudanın qanun fərmanları boyunca emas, Xuda bularını yetəkləyən yol bilan emas, bəlkə haqqanilar boyunca, yəni Xudanın əmr fərmanlarını tutub, onun əmr fərmanları üçün yaşaganlar haqqanilar yaşaganlar, haqqanilik yolda manğanlar emas. Lekin bu Yahudanın balları bolsa, bu haqqanilik yolda emas. Yəni Xudanın əmr fərmanları boyunca emas, bəlkə bular özlərinin, yəni özünün nimisi boyunca qılğanlığı üçün Xudanın bularının qılğan işlərini rəzil dep hesablağanlığını biz hem görüp ötələyimiz. Şununday bu çoğun oğlu tügəp kelgəndən keyin ikinci oğlu bolsa, yəni şu məqsəd qılğan işi tüpəylidən şu Pərverdigarın nəzərdə rəzil olub, Pərverdigarın onun cenin ağalıqqa ait məzmun şu 38-ci bab 9-cu və 10-cu ayətlər sözündə. Şunundan keyin əmdi Yahuda
ikki o'g'lidan ayrilgan Yahuda shuningdan keyin qilgan qarori bo'lsa nima desa, endi bu yerda uchinchi o'g'li Shalahmi bu cho'ng akalariga o'xshash janidan ayrilib qolishidan, ya'ni o'lib ketishidan qo'rqib Shalahga Tamarni elib berishdan, ya'ni Tamarni elib bermaslik uchun Tamarga so'zlab yağan so'zlab, ya'ni Shalah cho'ng o'g'icha ataning uyi tul o'ltirib turg'in deb shuna chiroyli yalmab yaplab, ya'ni shuna so'z qilib Tamarni otasining uyiga yo'lga sag'aliqqa aytmazman ba. Şuna bu endi Yahudaning shu ikki o'g'ildan ayrilgan Yahudaning kelini qilgan nemisida endi uchinchi o'g'ilda bo'lgan Shalahning o'lib ketishidan ansirab shu kelin Tamarga kelin Tamarni otasining uyiga qaytarib etganligiga aytmazman. Ya'ni asli qonun bo'yicha Xudoning amrlari shu nimiz bo'yicha aytgan vaqtida Yahuda uchinchi o'g'il Shalahga kelini Tamarni elib bersa asli to'g'ri haqqanilashgan ish bo'ladi, lekin Yahuda bu o'g'illarning o'lim sababining Xudoning oldida qilgan razillik tufaylidan o'lganligiga oid bu mazmunni aniqlab, o'g'li Shalahni Xudoning oldida qanday qilsa haqqoniy iloji ish qilgan bo'lganligiga oid bir ishlarni qilib, agar bu haqqoniylik yo'lida o'g'li Shalahga ham Tamarni elib bergan bo'lsa yaxshi bo'ladi, lekin bu yerda o'lib ketishidan qo'rqib degan mazmun qaraganda bu Yahuda o'zimi Xudoning oldida, ya'ni farzandlarining bo'lsin, bularning bo'lsin, Xudoning oldida qanday haqqoniyligi turishdan, haqqoniyligi turib, haqqoniyligi Xudoning oldida ish qilishni anqiramaganligiga oid bir mazmun. Bu qo'rqinchining shu gunohdan biz qo'rqinish paydo bo'ldi emas, bu gunohdan Xudodan yiroqlashgan vaqtimizda shu ichimizga qo'rqinish degan narsalar tushdi degan o'xshash. Shunga o'xshash bu yerda Yahudaning o'zining bir ruhiy holatini biz bu yerda tasavvur qila olamiz. Mushundaq biz endi davomli ko'ramiz, endi cho'ng ikkinchi mazmunga ham ulashib mangdi. Mushundaq qilib bu Yahudaning o'zining ayoli, ya'ni imonsiz qanonliq ayolni olgan emas, shu ayoli olamda o'tgandan keyin bu Yahuda, ya'ni qarliq tutish mazgilida o'tib ketgandan keyin Yahuda o'zining do'stligi Ira degan do'sti bilan Timnah degan yerga, ya'ni Abdullohning do'sti bilan Timnah degan yerga berib, ya'ni xizmatchilari qo'y qirqayotgan joyga, shu joyga borganligiga aytmazman ba. Bu vaqtda yana Tamarmi qiynatisining shu yerda qo'y qirqig'ilib borganligini anglagan Tamar. Asli bu Tamar biz qaraydigan bo'lsak, bu Tamarni qanday tasvirlaydi desa, bu qiynatisining ya'ni Yahudaning o'zini kichik o'g'li Shalahga nikohlamaydiganligini bu ko'rib yetgan Tamar. Burundan bu Tamar bu otasining, ya'ni qiynatisining qiynatisining o'zining kichik o'g'li bo'lgan Shalahga Tamarni elib bermaydiganligini bu Tamar o'zi allaburun ko'rib yetgan, ya'ni his qilib yetgan, tunib yetganligiga oid mazmun bu yerda Tamarni, ya'ni shunday tasvirlaydi, ya'ni Tamar. Shuning uchun bu o'zi tayyorlanib, ya'ni tulg'utliq kiyimi. Bu ayni vaqtlar qaraydi, masalan, tulg'utliq kiyim, bu fahishilik kiyim degan o'shalarga ayrim nima kiyimlar bor, rangiga qarab degandek-ku. Shunga bu Tamar o'zining tulg'utliq kiyimini sevib, yasinib, boshqalar o'zini tunib qolmasa uchun yuzi chumparda tortib, shu Timnah shahridagi, ya'ni shahar darvozasining oldida o'tirganligini aytmazman ba. Biz qaraydigan bo'lsak, endi bu ya'ni bu Tamarning yasangan holati qanday desa, bu fahishlarga o'xshash. Ya'ni ayni vaqtda biraz zil masala, endi bu ayni vaqtda shu fahishlar qanday yasangan desa, fahishlar shu yuzini yepib shahar darvozalarining oldilarida shu o'tib ketgan kishilarni to'sib degandek ashnaqa fahishlar endi shahar darvozalarida yuzlarini churkab yepib shunday saqlab shahar darvozasining oldida saqlaydi ekan do'qchi. Bu shu qadimiy nimalarga oid tadqiqot kitoblarda bor, o'qisanglar, fahishlarning qanday kiyimlarni kiyib, qanday yasinib, qanday turganligiga oid mazmunlar bor. Buni endi bilib qo'yganinglarmi yaxshi. Shunday fahishlardek yasinib, buning shahar darvozasida berib turganligiga oid mazmun bor. Chunki ayni vaqtlarda shahar darvozalarida turganlar bo'lsa, erlar asosan. Erlar shu joyga yig'ilib, o'zaro xabarlarni almashtirib, o'zaro nima ishlar bo'lyapti, jahonda nima ishlar bo'lyapti, millatning orasida nima ishlar bo'lyapti, qanday ishlarni qanday hal qilish kerak degan o'sha sotmi shu shahar darvozasining oldida yuz berdi, barliq uchurlarmi shu shahar darvozasining oldilarida o'zaro tarqatilishdi degan shunday bir gap emasmi? Bu yerda endi fahishlarning shahar darvozasining oldilarida
cho'ng ko'chalarda buni payishlarning saqlab turishi shu erlarni qilib eziqtirib bunday qilgan ishlar shunga bo'ladi. Uch Qashqari shahar darvozasining oldida turib shuna saqlab bir saqlaydigan o'xshash bir nemisang balig'ini bir azroq ko'rib o'tsang, ya'ni anglab qo'yganinglar yaxshi. Ya'ni Tamar o'zimi qaynotasining shu joyga qo'y qirqilib kelganligini anglab o'zi ya'ni to'liq kiyimini sevetib ya'ni payishladek yuzini chumbarda taqab yuziga shu shahar darvozasining oldiga berib o'ldirib saqlaganligini bu yerda tasvirlaydi. Ham bu Yahudami ana shu bu kiyimidan deymizmi? Yahudam uni ko'rgan payish ayol deb qaraganimi shu bekor emas. Ya'ni Tamar o'zi shu nima kiyim kiyib olgan bo'lg'ash shundaq. Ya'ni bu yerda payish ayol deb qarab, ya'ni payish ayol deb o'ylagan Tamarni, Yahudami Tamarni. Shundaq qilib Yahuda Tamarni payish ayol deb o'ylab Tamar bilan zina qilgan. Zina qilgan va Tamar shu vaqtda homildor bo'lib qolgan emasmi? Shuningdek 3 oylar o'tgandan keyin bo'lsa Yahuda kelinning zina qilib homildor bo'lganligini anglab bu Yahudaning degan gapi nima desa, uni akilib o'tga tashlanglar deb g'azab bilan buyruq qilganligiga oid mazmun bor. Bu ya'ni zina qilgan o'zining kelinini bu qaynotasi bo'lgan Yahuda uni o'tga tashlashga buyruq qildi. Biz bu yerga qaraydigan bo'lsak, o'tga tashlash asli bu yerda to'g'ri emas. Ya'ni zina qilgan ayollarga oid qonun biz qonun shariatining 22-bobni o'qigan vaqtimizda zinaxo'rlikqa oid, zinaga oid qonun tuzumlar bor. Zina qilgan er bo'lsin, zina qilgan ayol bo'lsin, hammasi chalma kesak qilib o'ldirilib, shu millat orasidan, zamin ichidan shu razillikni yo'q qilishga oid farmonni qonun, ya'ni Xudo shuna qonunni qilgan. Bu qonun shariati 22-bobda. Shuning uchun bu yerda bu Yahudaning uni kelib o'tga tashlanglar degandimmi? Bunun nimasini biz ko'rib olaymiz. Xudoning qonuni bo'lgan tunishining naqadar ojizligini biz bu yerda ko'rib o'taymiz. Ham shunaqa vaqtida bu yerda muhim bir mazmun bor. Yahuda shunaqa uni o'tga tashlanglar degan vaqtda Tamar uydan elib chiqqan vaqtida men bu narsalarning yesidan homildor bo'ldim, qarab beqin deb bu mo'hr bilan askimning deydi emasmi? Mush vaqtda Yahuda nim deydi desa, buningga manayiblik deb bizning kitobda buningga manayiblik manasini o'g'lim shalaq qilib elib berishim kerak edi deb tarjima qildi, lekin bu yerda asli biz ibroniy qaraydigan bo'lsak, u haqqoniylarcha qildi. Ya'ni u haqqoniy. U haqqoniylarcha ish qildi degan o'xshash mazmun kelib chiqadi. Ya'ni Tamarning bu qilgan ishining haqqoniylarcha ish ekanligini Yahuda bu yerda e'tirof qildi. Ya'ni o'g'li shalaq elib berish kerakligini, ya'ni bu yerda haqqoniylarcha ish qilishgan nima degan vaqtida biz shu 25 ya'ni nasl qoldirish, qarindishning ismining Isroil ichidan o'chirilmasligi uchun, ya'ni Xudoning xalqi bo'lgan Isroilning ichidagi shu xalqlarning har bir kishining shu ismlarining Isroildan o'chirilmasligi uchun bu yangisini amriga farzand qoldirishga oid qonun bu yerda e'tirof qonun bobda emasmi? 25-bobda, qonun shariati 25-bobda. Shuningga o'xshash Xudoning bu amr farmonini amalga oshirish, bu amr farmoni bo'yicha ish qilish asli haqqoniylar ishi. Shunga o'xshash Tamarning shu o'g'li, cho'ng o'g'lining ya'ni Yahudaning cho'ng o'g'lining naslini qoldirish uchun Tamarning bu qilgan, ya'ni Tamarning nasl qoldirishdagi bu nimasi bo'lsa haqqoniylarcha bu ish deb turib Yahuda o'zi buni e'tirof qildi-da. Shuning bilan bu ish shunday qilib tugaydi. Ham shunaqla bu Tamarmi vaqt satoshganda qo'sh kezak tug'ib Paras va yana birsini Zarah deb ikki farzand tuqqanligiga oid mazmun bor. Biz bu yerda bu orqali bayon deb o'tgan qandoq bir muhim mazmunni biz ko'rib o'talaymiz. Ya'ni bu yerda dedi Yahuda o'zining og'zi bilan u haqqoniylarcha ish qildi deb turib 38-bob 26-oyatda deydi emasmi? Chunki bu yerda haqqoniylarcha ish qilgani Tamarning qarindoshlik burchini ado qildigan shu qonunni bu yerda haqqoniylarcha amalga oshirganligi sifatida shunda haqqoniy ayol sifatida tasvirlandi. Biz qaraydigan bo'lsak, Tamarning ismlari bir qanchalar uchraydi. Masalan, shu tarixlar birinchi bob, ya'ni tarixlar birinchi qismning tarixlar birinchi qismiga qaraydigan bo'lsak, ya'ni birinchi qism, ikkinchi bob 4-oyat qaraydigan bo'lsakmi, u yerda Yahudaning, ya'ni Tamardan tug'ilgan Paras va Zarahning otasi deb turib
Мәтта баян қылған хош хабар biz мұшы yaqında o'qib o'tdik. 1-bab 3-oyatimi Tamardan tug'ilgan Paras deb turib, Rabaysaning nasab nomisini qatorida kirdi. Va Rut qismiga qaraydigan bo'lsak, Konehtin Rut qismi 4-bab 12-oyatga qaraydigan bo'lsakmi, Parvardigor Rut Boazdan tuqqan vaqtida bu ham Davud podshohning ajdodi bo'ldi emasmi? Shu vaqtda kishilar ularga baxt tilab nima deydi desa, Parvardigor bu yosh ayoldan sana nurg'un avlod ato qilg'ay. Urug' jamiyatingni Tamarning Yahuda tug'ib bergan o'g'li Parasning jamiyatiga o'xshash avod qilg'ay deb turib, farzand jihatdagi baxt barakatni Müşı Tamarning qilgan haqqoniylarcha ishiga ulab turib, bu yerda tasvirlaydi. Endi bu yerda nimishki bunday deydi desa, yana müşı qonun shariat orqali buni ko'rishimizga to'g'ri keldi. Masalan, yangisini qarindoshi burchini ado qilib, yangisini amriga olsa baxt barakat. Lekin qarindoshi burchini ado qilmasa, ya'ni qarindoshining yangisini elishni xohlamasa, qarindoshi burchini ado qilishga unumidi deb uning ismi, ya'ni shu kishining qarindoshi burchini ado qilmagan shu odamning nomi Isroillar orasida ya'ni kashini soldirilib, ya'ni kashi seling'ichi deb. Masalan, sizlar Rutni o'qigan vaqtinglarda nimishki bunday xalqi Boaz yaqin qarindoshiga berib sen shu Rutni amringa olish xohlamsan desa xohlamayman deb kashini tashlab bergan vaqtda balkim sizlar mushuning nima ekanligini balkim tushunamagan bo'lgan bo'lishingiz mumkin deslabda. Dal shunga o'xshash bu dal shu qonun shariatidan kelib chiqqan. Şu an yangisini elishni xohlamaganligi uchun bir kashini salib bu hamda men bu burchini ado qilishdan bashimni tortaman deganligi uchun kash seling'ichining uyi deb turib bu hamda bir nima deymiz, sesxnam deymizmi? Bir la'natli nom degan bir sesxnam qoldi nomi shu xalqning ichida-chu. Shunga o'xshash birisi barakatli nom bo'lsa, birisi barakatli haqqoniylar ish bo'lsa, birisi sesxnam, sesiq ishda. Shunga o'xshash bu Rut qismidami ana shu Tamarning qilgan ishini haqqoniylash deb turib, ya'ni Tamarning Yahuda tug'ib bergan o'g'li Parasning jamiyatiga o'xshash avod qilg'ay, baxt barakat bo'lg'ay deb turib, shunaqa boshqalar ham barakat, ya'ni boshqalarning o'g'illarining farzandlariga baxt tilgan vaqtda shunday Tamarning nimasini tilga ilib turib, baxt tilganligiga oid mazmun bor. Shunga o'xshash bu yerda Tamarning qilganini bu yerda hamda haqqoniylarcha ish sifatida, hamda bu yerda haqqoniy odamning sifatida shunday tasvirlandi. Chunki uning qilgani ya'ni hamjamat, ya'ni bu qarindoshlik burchga asosan tuzilgan shu qonun bo'yicha ish qilganlik deb turib bu yerda tasvirlandi. Endi bu qarindoshlik burch degan bu qonun, ya'ni qonun shariatining shu qarindoshlik burch degan shu qonuni biz qaraydiganimizda Kon ahdida nihoyat ko'p uchurlar. Shu payg'ambarlar qissasi, Yashaya payg'ambar bo'lsin, Yeremiya payg'ambar bo'lsin, Azakiyal bo'lsin, shu payg'ambarlar qismida bo'lsin. Kon ahdini o'qigan vaqtinglarda yangi ahdida bu ham ba'zi uchraydi. Ko'p qismlarda bu uchraydi. Shuning uchun bu qarindoshlik burch degan bu qonun nisbatan bizning tushunchamiz bo'lgani, bu muqaddas kitobdagi boshqa mazmunlarni tushunishimizga taxmin yordam qildi. Ya'ni buni burunqi, ya'ni Shvetsiyadagi missionerlarning tarjima qilgan Konet kitobimizda buni hamjamat qutqizg'uchi degan nom berdi. Bu qarindoshlik burchni hamjamat qutqizg'uchi deb turib, biz Yashaya payg'ambar qismini o'qisanlarmi, İsraillarning kim İsraillarning hamjamat qutqizg'uchisi bo'lib qutqizib oladi degan o'xshash mazmunlar bor. Bu nima uchun bu yerda bunday tasvirlandi degan vaqtimizda, bu qarindoshlik burch degan gap endi bu aksining ayoli, ya'ni farzand yuzi ko'masdilam, aksi vafot bo'lgandan keyin uning ayolini amriga elish bilan ham tugamaydi. Bu qarindoshlik burch degan gap endi bir oiladagi qarindoshlarning birisi hayot jarayonida qiyinchiliklarga uchrab, o'zining mol mulkini setishga majbur bo'lib, ya'ni o'zining yer zaminini, Xudo ularga miros qilib bergan shu zaminda o'zining yer zaminini setishga majbur bo'lib qolgan yerlar bo'ldi, qiyinchiliklar sababidan va pul turmushni qanday olmay turib. Ham shunaqlar shu turmushni qanday olmasa sababidan o'zini qul qilib setishga majbur bo'lgan shunday ishlar bo'ldi burungi vaqtlarda. Ana shunday qilib, ya'ni turmushni qanday olmaganligi uchun ana shunday mol mulkini setib etganda bo'lsin va yoki o'zini qul qilib setib etganda bo'lsin, shunday vaqtlarda bu qarindoshining ado qilish burchi nima desa, shu qarindoshiga vakolatan, shu qarindoshining yer zaminini
o'zi ya'ni shu qarindoshning yer zaminini yordam qilib o'zi saqlash ham shu qarindoshga yordam qilib qutqizish shunday bir majburiyatlari borlig'ini biz ham bir qatim tushunib o'tishimizga to'g'ri keldi. Chunki Rutniki qarsaqmi bor. Masalan, Rutning Naomi anasi, qaynonasi Naomi o'zining yo'ldoshi ular Moab rayining berishim burun barliq nimasini setib etgan emasmi? Shuning uchun kelib chiqqan ishlar voqeliklar. Bular o'zining zaminini setib etib shu Moab rayoniga ketgan. Shuning o'xshash bular yer zaminini setib etganligi uchun bularning mirosi o'zlari turmushin qandaydan ziraat terib, o'zining turmushin qandaydan yer zamini bo'lmaganligi uchun shu vaqtda Boaz bilan uchrashdi, ya'ni Boaz buning qarindoshlik burchini ato qildi emasmi oxirida. Ana shunga o'xshash bu ya'ni payg'ambarlar qismi Yeshaya payg'ambar bilan, Yeremiya payg'ambar bilan, boshqa payg'ambarlarning qismlari qanday xiyonat qildi desa, Isroillarning hamjamat qutqizuvchisi kim bo'lar degan shunday bir udarda so'zlangan mazmun, ya'ni yetkazilgan mazmun nihoyat ko'p. Nima uchun degan vaqtda Isroillar Xudodan yuz o'rib, Xudoga vafosizlik qilib, ya'ni ya başka ilahlarga, şuna başka ilahlarga çoqunub degan o'xshash, ham shunaqlar shu atrofdagi millatlarga o'xshab ketib qolgan sir atrof millatlarning madaniyatlarini qabul qilib, ularga o'xshash yashab, Xudodan yuz o'rib vafosizlashganlik sababidan ular Xudoning nazarida razil bo'lgan ishlarni payg'ambarlar qismi o'qisanglar bilasizlar, qilganligi uchun ularning oxir nima uchun surgun bo'lib, nima uchun halak bo'lganligini, ularning podshohlarining nima uchun yemirilganligiga oid mazmunlar bor. Shuna vaqtlarda ular surgun bo'ldi emasmi, surgun bo'lib, ular nurg'un shuna ishlangan vaqtida payg'ambarlar shu yetkazgan vaqtida shuna Isroillarning hamjamat qutqizuvchisini Xudo deb turib, Xudo bizga hamjamat qutqizuvchi, ya'ni bizning Xudo bizga qarindoshdek bo'lib, Xudo bizga hamjamat qutqizuvchi bo'lib bizni qutqizadi deb turib, shunda Xudoda bishorat qilgan shuna mazmunlarni aytib ko'p. Ya'ni Xudoni faqatlam Xudoning o'zini, ya'ni Xudolar bizni mushundaq surgun holatda, mushundaq halak bo'lgan vaqtlarimizda faqat Xudolar bizni qutqizuvchi, bizga hamjamat qutqizuvchi bo'lib, bizni yer zaminlarimizdan ayrilgan bizga yer zaminlarimizni bizga yordam qilib qaytarg'uchi va biz qul bo'lgan bizlarni mush qulluqdan qutqizg'uchi, bizni o'z mush zaminlarimizni qaytarib, bizni asli shu nimamizga qaytarg'uchi, dal shu hamjamat qutqizg'uchimiz Xudo Parvardigor, Xudo o'zi degan shuna bir ideyada payg'ambarlar mush Yeshaya payg'ambar qismidami ko'p, Yeremiya payg'ambar qismidami bor. Başqa payg'ambarlar qismlari oz to'lamoq tilga ilindi. Shunga o'xshash bir hamjamat qutqizuvchi, ya'ni qarindoshlik burchi deb turib, bu mazmun endi bu qonunning qanday mazmunlarni, qanday doiralarni o'z ichiga olganligini biz bir qatim o'qib, ya'ni tushunib qo'yishimizga tegishli mazmun deb qaradim. Demisimi bizim haqiqiy bizga rab hozir deysam deydi sizlarni men sizlarni do'st deyman, men sizlarni qarindoshim deyman deb Yohanna bayon qilgan qo'shiqni o'qisanglar bizni, ya'ni hozir deysa bizni o'zining qarindoshi, do'sti deb turib, men sizlarni do'stim deyman, men sizlarni qarindoshim deyman deb degan mazmunlarning nima sababdan ham qanday mazmunlarni o'z ichiga olganliklarini ham shunday mazmunlar orqali biz texnik cho'nqur tunib yetalaymiz. Şuna o'xshash, bizga o'xshash, ya'ni insonlarning hamjamat qutqizuvchisi, ya'ni insonlarning gunohning qulligidan, shu shaytonning asoratidan, shaytonning asirligidan, gunohning qulligidan bizni qutqizuvchi, bizning hamjamat qutqizuvchimiz Hazrat Iso, ya'ni Rab Iso Masih ekanligini biz men bu yerda yana bir qatim anqiralaymiz. Ham shundaqla o'z navbatida bizning ham bizning bo'lsin, millatimizning bo'lsin ham qutqizuvchisi. Bizni ham shundaq ahvollar ostida surgunlikda bo'lsin, bizni har qanday shu qorong'ulik ichidan bo'lsin qutqizuvchi, bizni yo'lig'ichi, bizni asli keltirguvchi bo'lsin, bizga yordam qiluvchi. Bizning hamjamat qutqizuvchimizning Parvardigorimiz Xudo, faqat Xudo ekanligini, Xudolar bizning haqiqiy yordamchimiz. Xudolar bizning haqiqiy nijotkorimiz. Faqat Xudolar bizni qanday qutqizishni, qanday yetalashni bilguchi, bizga nimaning eng yaxshi ekanligini bilguchi, shu Xudo Parvardigor Xudoyimiz ekanligini biz ham yana bir qatim oxirida yig'inchoqlab o'tmoqchi shunda mazmunlar orqali. Bugungi 38-bobdagi mazmun, ya'ni Yahuda.
Yahuda arqılıq Hazreti İsa'nın nasabnamesidagi, ya'ni Pares, Hazreti İsa'nın nasabnamesiga qarsak Pares barmiz, Yahuda ve Tamardan tug'ilgan Paresda. Hazreti İsa'nın nasabnamesi bo'lgan Pares, ya'ni shu Tamarning qilgan haqqoniylarcha shu ish orqali Paresning dunyoga kelganligini, ya'ni Hazreti İsa'nın nasabnamesidagi birining dunyoga kelganligini biz ko'rib o'talaymiz. Hem shundoqla bu Yahuda bilan Tamarning mazmuni orqali biz qarindoshlik buruch, ya'ni amjamat qutquzuvchiga oid shu qonun sharhida tasvirlangan shu qonunni biz bir qatim ko'rib o'tdik. Agar bo'lsa sizlar o'zinglar turayotgan davlatlarning tilida yozilgan muqaddas kitobning shu qonun sharhi 25-bobni o'qisanglar bu qonunni texnik to'liq tushuna olasizlar. Hem shundoqla rut qismi aran 4 bob, shuni bir qatim ko'rib o'tsanglarmi bu qonunni tushunib yeta olasizlar. Ma'qulamiz qarindoshlar, bundan keyin yani 39-bobdan boshlab rasmiy holatda Yusuf payg'ambarga oid mazmunni ko'rib o'tmoqchi. Biz ham keyingi sonni ko'rishaylik. Hammalarning Xudoning so'ziga bo'lgan texim cho'nqur tushunchaga bo'lishinglarni, Xudoning so'zini o'qib, anqirab, uni texim cho'nqur tushunishinglarni, hayotinglarda, turmushinglarning har bir doiralarida yaxshi tadbiqlay olishinglarni, Xudoning shunday yetaklashini, Xudoning sizlarga Xudodan kelgan aql farosatni, anqirash qobiliyatini, farq etish qobiliyatini ato qilishini tilayman. Ma'qulamiz biz keyingi sonni ko'rishaylik. Hammalar omon bo'linglar.